Erga tegmoqchiman, ichki kuyov kerak. Ota-onamni yolg'iz farzandiman. Hamma sharoitimiz bor. Agar xohlasa, Rossiyaga ketib ishlasak ham bo'ladi. Ota-onam hamma sharoitni qilib beradi. Agar o'zi xohlasa, Samaraga birga olib ketaman. Vit na jительством bor. 15 yil bo'ldi почти. 6 oy O'zbekistonda, 6 oy Samarada yashab kelyapman. Xorazmda Samarqandga bir umid bilan kelibdi ekan, qo'lingiz dard ko'rmasin. Bitta layk bosib qo'ying. Sizdan hech narsa kamaymaydi. Chunki bu layk videoni keng ommaga tarqalishiga sabab bo'ladi. Bu video keng ommaga tarqalsa, singlimizni juda ko'pchilik ko'rib turib, tengi topilsa, bilingki, bir insonni baxtli bo'lishiga siz bilan biz sababchi bo'lamiz. Azizlar, agar siz Rossiya Federatsiyasida bo'lsangiz, Play Market yoki App Store'dan Tezpay ilovamizni yuklab olib, yaqinlaringizni uz kartiga, Humo kartasiga, gaz suv svetlariga, telefonlariga, internet provayderlarga eng zo'r kursda pul yuborishingiz mumkin. Play Market yoki App Store'ga kirib yuklab oling va yaqinlaringizni Tezpay bilan birgalikda quvontiring. Hojam o'z kanalda to'y bo'ladi shekilli. Turmushga chiqishga yana bitta qiz kelibdi. Voy degonajon, eshitmadingizmi? O qizga ishga kerak ekan. Hamma sharoiti bor ekan. To'ydan keyin erini o'zi bilan olib ketar ekan. Yuring, bobojon akadan yana batafsil so'raymiz. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom, yaxshimisizlar? Yaxshi, rahmat. Ertalab chiqib ketuvdilaringiz, haligacha kelmadilaringiz, nima qildilaringiz? Bobojon aka, senchi bering. Degonam ham Tezpayga ishga kirdi. O'tiringlar qani, tabriklayman. Tezpay ilovasi kundan kunga kuchayib ketib boryapti. Hozir hamma bu ilovani App Store'dan, Play Marketdan yuklab olishyapti. Eng qizig'i, O'zbekistonga gaz, suv, svet barcha uslagi to'lovlarni bir zumda amalga oshirsa bo'ladi. Undan eng qizig'i, boshqa ilovalarga qaraganda ko'proq pul jo'natar ekan. Shundan xabarlaringiz bormi o'zi? Aytishdimi? Ishing senga yoqdimi? Ha, juda ham yoqdi. Endi sizlarga meni bitta yangiligim bor. Yonimda turgan qiz Xorazmdan turmushga chiqqani kelibdi. Eshitdilaringizmi? Turmushga chiqqani kelgani, lekin kuyovni o'zi bilan olib ketar ekan. Ha, hozir shuni gapirayotgandim mana. Ha. Batafsil sizdan bilmoqchi edik. Endi birgalikda mana bilamiz. Ismingiz nima? Nargiza. Necha yoshsiz? 28. 28 yoshda. Qayerdan keldingiz? Xorazm viloyati Urganch shahridan. Urganchliksiz. Xivaga yaqin joy. Ha, Xivaga yaqin. Xo'sh, bitta endi bobojon o'z kanaliga salomlashib, bitta o'zingizni fikrlaringizni aytib bering. Assalomu alaykum. Mening ismim Nargiza. Bobojon o'z kanaliga Xorazmdan turmushga chiqishga keldim. Ozgina hayajon bor. Ozgina. Kelinglar, qolganini men tushuntiraman. Assalomu alaykum akalarim, opalarim. Hammalaringiz sog' salomatmisizlar, omonmisizlar? Do'stlar, bobojon o'z kanalida ketma-ketlik videoni mana davom etkaziryapmiz. Xudo xohlasa, bundan keyingi turmushga chiqaman degan qizlarni ham navbati bilan chiqarib boraveramiz. Lekin shu videoda eslatib o'taman, kimdir kelin qilaman desa, yo qaysidir bir inson uylanaman desa, faqat Telegramga bizni 95lik kodi bilan 857 87 00 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Faqat video vizovdan SMS yozsangiz, голосовой yozsangiz biz sizga javob bera olmaymiz. Chunki raqamimiz keng ommaga tarqalib ketgan, kecha-yu kunduz to'xtamasdan telefon bo'ladi. Biz har kimga javob bera olmaymiz. Juda ko'p insonlar bilib bilmay yoki hazil qilib yoki odamni ustidan kulib har xil holatda bizga aloqaga chiqishyapti. Haqiqatda uylanaman degan inson yoki qaysidir ota-ona kelin qilaman degan insonlar bo'lsa, yana takror aytayapman, 95lik kodi bilan 857 87 00 raqamiga Telegramda video vizovga chiqasiz yoki bo'lmasa o'zingizni videoga olib, assalomu alaykum bobojon o'z kanali. Men uylanaman yoki o'g'limni uylantiraman. Yo men ajrashganman yoki imkoniyatim cheklangan. O'zingizga tegishli to'liq ma'lumotingizni video lavhaga olib bizga jo'natsangiz, albatta sizga javob qaytaramiz. Ammo hozir qaytarib o'tganda kimdir SMS yozib yoki голосовой tashlab shunaqa holatlar bilan bizga murojaat qilsa, uzr so'raymiz, biz sizga javob bera olmaymiz. Endi ismim Nargiza dedingiz-a? Bu
kanalga kelishga kim sababchi bo'ldi yoki sizni birov majburladimi, ota-onangizni xabari bormi? Qanday bu yerga kelishga ahd qildingiz? Nima sabab bo'ldi? O'z xohishim bilan keldim. Ota-onam majburlamadi. Shu sizning videolaringizni, nimalaringizni 4 yil bo'ldi kuzatib boraman. 4 yildan beri kuzatib kelasiz. 2021-yildan beri, iyuldan beri kuzataman videolaringizni. Bobojon o'z kanalda to'y bo'layotganlarni ko'rgansiz. Ko'rganman. Otangiz rozimi yo aytmay keldingizmi? Rozi. Endi do'stlar, bu yerga kelgan insonlarni nima deydi? Injiqlik yoki shunaqa bir xarakterlari yo ota-onasidan bir yashirincha holat kelgan insonlarni ishi bitmagan. Biz sababchimiz, baxtni Alloh beradi. Hammasi Allohdan. Biz mana shu internet tarmog'ida qancha videolar yoritgan bo'lsak, shu insonlar hammasini tengi chiqib mana Bobojon o'z kanalida to'ylari bo'lyapti. Agar yangi ko'rayotgan bo'lsangiz, shu YouTube tarmog'ida Bobojon o'z kanali to'y deb yozsangiz, biz qilgan to'ylarni ketma-ketligi chiqib keladi. Xullas, videoni kuzatishda davom etamiz. Bugungi videomiz mana shunday qisqaroq video bo'lyapti. Hozir videoni ko'rib bizga ko'pchilik aloqaga chiqishadi. Ertangi videomizda agar bu kishi tengini topgan bo'lsa, tengini topdi. Boshqa bezovta qilmanglar. Bu kishi o'zi turmushga chiqdi deb videoni sizlarga chiqaramiz. Agar tengi chiqmagan bo'lsa, bu video davom etadi. Endi bir kun davom etadimi, bir hafta davom etadimi, 10 kun davom etadimi, uni biz bilmaymiz. Uni Alloh biladi, bu kishi o'zi hal qiladi. Bir kun turadimi, 3 kun turadimi, necha kun tursa, shu turgan vaqtda video lavha qilamiz, jonli efir qilamiz, jonli efirda hammasini oshkora hal qilamiz. Xo'sh, endi sizlarga qaytsak, sizlar qanday fikrdasizlar? Ozgina hayajon bor. Bu qizlar haqida ma'lumot berib o'taman. Shahnoza pashda 2 oy bo'lyapti, Bobojon o'z kanaliga shogirdlikka tushgan. Yonimizdagi mehribon singlimiz ham qiziqishi kuchli. Bobojon o'z kanaliga mana shogird bo'lib tushdi. Endi ko'ramiz. Bu o'zi haftada shanba bozor kuni videoga ishtirok etaman degan, qolgan kunlari o'qishda bo'ladi. Albatta o'qishi bilan gaplashib yoki mana 25-maydan keyin agar bitkizdirsa, keyingi videolarda bu qiz haqida ham to'liq ma'lumot berib boramiz. Xullas, bu gaplarni men nimaga aytyapman? Bizga yana 2 ta qiz kerak, 18 yoshdan, ya'ni maktabni tugatgan yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan opa-singillarimiz, qiziqishi bo'lgan insonlar Bobojon o'z kanali bilan birgalikda ishlayman, yuzimni tanitaman, nima deydi, shu ishga qiziqaman, kinoga yo serialga yoki Vine mana shu videolarga qiziqaman degan insonlarni kutib qolamiz. Albatta bizga murojaat qiladigan inson ham 95lik kodi bilan 857-87 raqamiga men Bobojon o'z kanalida ishlamoqchiman yoki ishtirok etmoqchiman deb video vizitdan yo o'zingizni videoga olib tashlaysiz. Hozir bu qiz ham birinchi marta videoga tushyapti hayajonda. Xullas, bular haqida sekin ma'lumot berib boraveramiz. Ertangi videomizni kuzatinglar. Turmushga chiqqan chiqmaganligini sizga aytib boramiz. Xullas, kech qolmang. Mana shu qiz shu Xorazmda Samarqandga bir umid bilan kelibdi ekan, qo'lingiz dard ko'rmasin. Bitta like bosib qo'ying. Sizda hech narsa kamaymaydi. Chunki bu like videoni keng ommaga tarqalishiga sabab bo'ladi. Bu video keng ommaga tarqalsa, singlimizni juda ko'pchilik ko'rib turib, tengi topilsa, bilingki, bir insonni baxtli bo'lishiga siz bilan biz sababchi bo'lamiz. Albatta, o'z shirin fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Negativ so'z yozmanglar. Bu yerga faqat qiynalgan insonlar kelishadi. Endi aytaman desak gap ko'p, menimcha tushungan insonlar tushundi. Qolgan gaplarni keyingi videolarda aytib boramiz. Endi xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'lasizlar.